Hammaga assalomu alaykum. Bismillah deb bugun ishimizni boshlaymiz. Mana ko'k chuchvaramizdagi ismaloq, piyoz, tovuq go'sht solamiz, brokoli solamiz. Xamirni oldindan tayyorlab qo'yganman. Bu o'zim tayyorlagan ziravorlar. Ichida hamma narsa bor. Ismaloqni yaxshilab yuvib olamiz 5-6 marta. Mana ko'k chuchvaramizdagi hamma narsani tayyor qilib oldik. Ismaloqni yaxshilab yuvamiz 5-6 marta, tuzli suvga solib qo'yamiz. Oldindan tayyorlab qo'ygan xamirim, piyoz, brokoli ham solamiz. Ziravorlar bilan boshladik. Ismaloqni yuvish uchun 1 qoshiq tuz solamiz. 1 qoshiq olma sirkasi. Mana shu suvga 5 minutga qoldiramiz ismaloqlarimizni. Brokolini bitta qaynatib olamiz. Mana qiymamiz tayyor. Ismaloq solamiz. 1 qoshiq tuz, kerakli ziravorlarni solamiz. Zaytun yog'idan ham 1 qoshiq solamiz. Chuchvaramiz tayyor.